Assalomu alaykum aziz ixlosmandlari. Bugun sizlar bilan birgalikda oldingi akkauntlar haqida ma'lumot olamiz. Xo'p, hozir men bitta old akkaunt ko'rib qoldim. Bu haqida informatsiya bermoqchi edim. Xo'p, IDlari ham old akkauntlarniki kichkina ID, hozirgi IDlar bilsanglar uzun bo'ladi. Bu akkaunt o'ziga tortgan narsasi kolleksiya bo'limi o'zi 43-level ekan. Kolleksiya bo'limiga kirdim. Bu yerda eng kerakli setlardan bittasi RX setlarni ko'rib qoldim. Shunda asroga tushganda menga o'zimga yoqadigan setlardan bittasi pajarniy seti bilan pijama ko'rdim. Pijama ham bilsanglar o'z TDMga eng yaxshi setlardan bittasi hisoblanadi. Hop, RX setlarimiz ham juda qo'l hisoblanadi. Ikkinchi sezonda o'ynalgan ko'p akkauntlarda RX skinlari bo'ladi. Hop, pajarniy setiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda ham u pajarniy setni junchi odamni tushiramaydi. RX setlar ancha oldligini yo'qotmagan haligacha. Chunki bular qaytmagan shu sezondan keyin. Qolgan kiyimlariga ham ozgina e'tibor bersam, juda ham oldiviy kiyimlari, oldiviy maskalari, shapkalari ko'p ekan. Bulardan shu ko'rib turganlaringizga maskalari ham old maskalar, if maskalar. Meni eng yoqadigan narsalardan bittasi, bu hammamizga yoqsa kerak menimcha, babe kiyimlari. Unga unchuncha tushirmaydigan ranglardan bittasi ekan. Ishtoni ham bor ekan, ishtonlari ham ancha old. Menimcha O'zbekistonda bo'lsa bir 5-6 ta odamda bor. Hatto bunaqa old setlar anchadan beri ko'rmadim. O'zingizlar bilgan old akkauntlarning IDlarini qoldirsanglar, buni ham bitta-bittadan ko'rib chiqamiz. Hammaga rahmat, sizlardan xayr qoldi.